Spatifilum parvarishini qisqacha tushuntirib beraman. Yorug' lekin ustiga quyosh tushmaydigan joyda turish kerak. Spatifilum uchun yorug'lik juda ham muhim. Faqat ustiga quyosh tushmasin. Quyoshni yoqtirmaydi va quyoshda barglari, gullari kuyadi. Spatifilum yorug'lik kam joylarni ham yoqtirmaydi. Iloji bo'lsa xonani eng yorug' joyga qo'yinglar. Spatifilum mo'tadil issiqroq haroratda yaxshi ko'radi. Juda ham issiq dim xonalarni yoqtirmaydi va sovuq xonalarni ham yoqtirmaydi. O'zimiz uchun ma'qul xona harorati Spatifilum uchun ham ma'qul. Shu +20, +25. Spatifilum suvni juda ham yaxshi ko'radi. Iloji bo'lsa tuprog'ini doim namroq ushlash kerak. Tuprog'ini juda quritib ham qo'yish mumkin emas. Tuprog'ini doim ho'l botqoq ushlash ham mumkin emas. Ozgincha namroq ushlasanglar zo'r bo'ladi. Spatifilum katta tuyalarni yoqtirmaydi. Katta tuyalarda yaxshi o'smaydi va chaman gullamaydi. Har doim Spatifilumni o'ziga mos kichikroq tuyalarga ekinglar. Spatifilum tuprog'i yengil, havoni yaxshi o'tkazadigan va namlikni yaxshi saqlaydigan bo'lishi kerak. Og'ir qotib qoladigan va juda ham tez quriydigan tuproqlar Spatifilumga bo'lmaydi. Do'stlar, keyingi videoda oziqalar haqida qisqacha gaplashamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.